Universitet tugadi. Men endi O'zbekistonga ketishimga ozgina qoldi. Nasib qilsa O'zbekistonga ketaman. Universitetda injiniring muhandisligini bitirdim. Muhandislikni electrical muhandislik va kompyuter muhandisligini bitirdim. Yoki xorijdan to'g'ri. Men oshnamani rekord qilyapti. 4 yil davomida har yili qayerdir borishga harakat qildim va bu yil shu Tennesseega, Smoky Mountainsga keldik. Assalomu alaykum YouTube ahli. Sizlar bilan ko'rishmaganimizga 2 yil bo'ldi. Bilmadim, bu videoni anchadan bir o'yladim, chiqaraman, chiqarmaymikin deb. Ba'zi insonlarning iltimosiga ko'ra video baribir qilishga qaror qildim. Bu hozirgi ko'rgan kelayotgan joyimiz o'sha safarimiz o'rtasidagi video. Lekin men xohlardimki, sizlar men bilan o'sha safarimni boshidan birga bo'lishinglarni. Shuning uchun hozir menimcha biz o'sha safar boshiga, ya'ni kechqurun universitetimdan Tennessee degan shtatga kelayotgan vaqtimizni olamiz. Hozir biz Tennesseedamiz va men o'sha orqaga navbat beraman. Qani. Moshinam bilan hozir Gatlinburg degan shaharga ketyapmiz. Endi o'sha hozir tog'lar joylashgan ekan, chog'ni ko'rganman. Hozir 2 bo'ldi soat. Shu mashinaga ketyapmiz. Yo'lda hech kim yo'q deyarli. Hozir biz yetib keldik. Bu shaharcha juda ham g'alati. Kinolardagi shaharchalar bo'ladi-yu, men hozir ko'p o'tirmagan holatda gapirmoqchiman. Haligi uyda yolg'izda shu yangi yilgi arafasidagi har xil o'yingohlar, ranglar, chiroqlar yonib turadigan shahar bo'ladi-yu. Shunaqa shahar ekan. Hozir ko'p biz sal narsaga mehmonxonalar orqasiga ketib qoldik-ku. Hozir ham ko'rishingiz mumkin. Mana tilada qanaqadir chiroqlar yonib turibdi. Xulosa shaharga shuni chiqsak, oshnam mashinasiga hozir parking spot uchun permit qo'yapti. Shtob ertaga tog' ketmoqligi uchun. Hozirgina mana uyga kirib keldim. Yes. O'sha otellarda turish eng zo'r vaqti qachonki birinchi kelganingizda ham top-toza bo'ladi. Shunday narsalarni qo'yib bezarqa ko'ringizdan bir 10 minut oldingi shu eng shirin vaqtini videoga olyapmiz. Chotki otel kishilik. Mana kofe mashinalar bor, microwave, banana, refrigerator, hammasi chotki. Bang. Huh? What do you have to say for Uzbek audience? Bro went blank when I asked. When I asked that question. Oh, there's Holy Bible. What the hell? Assalamu alaikum. Biz bugun turib oldik. 5 soatcha uxladik. Ko'zlar qizarib ketibdi tursam. Basseynda, orqada tog'lar bor ana, o'sha ko'rishingiz mumkin. Planimiz 3 ta joyga borish kun davomida. Mountain Lab degan joy bor ekan, tog' shuni hike qilib kelamiz. Hike degan shu tog' orasida yurib tez yurib qaytamiz. Keyingisi cave, keyingisi waterfall. Endi tarjimalari nima edi? Короче, водопад и cave. Shunga bormoqchimiz, xudo xohlasa. Yo'l-yo'lakay agar ovqat bo'lsa ovqat olamiz, yo'qsam kechroq ovqatlanamiz. Sal kech qolyapmiz. Kechqurun shunga borishimiz kerak. Ikkita toifadagi odamlar, bunaqa odamlar, bunaqa odamlar. Kravachov qaysi topinglar-chi? Shunaqa orqa fonda bizni bratimiz mashinani yog'ini tekshiryapti.
Xuddi yoshligimga qaytib ketdim dadamlar. Yurman tekis. Men oldinda turdigan paytlariga. Bum. Assalomu alaykum. Hozir biz mana to'xtadik. Hozir biz ko'rsatadigan joyimiz o'sha eng chiroyli joylardan ekan. Tog'larga ko'rinadigan eng chiroyli o'sha Perevolimizda, Namangandagi Perevollarda ko'rinadigan joylarga o'xshagan joylar ekan. Mana orqamizdagi polni Smoky Mountains aligisi. Qissa Smoky Mountains deyisharkan beylarni. Chunki shunaqa smoke o'xshagan narsalar bor ekan. Biz hikingni boshladik. Hiking degani shu o'rmonda 10 kilometrcha yurish, butun tog'li o'rmonda 10 kilometr yurib qaytmoqchimiz. Biz ancha tepaga qarab chiqib ketyapmiz. Shu an sal xavfsirayapman. Orqamda 5 kilolik, kamida 5-7 kilolik sumka bor. Oshnam orqasidan ketyapman. Oshnam juda ham atlet. Men tez yurishni ko'radi. Charchatib yuboraman. Kechalar yomg'ir yoqqani uchun hamma yoq loy bo'lib yotibdi. Lekin bir narsa aytib qo'yishim kerak. Bu yerlarda ayiqlar bor ekan. Ayiqlar chiqib qolishi mumkin ekan. Eng asosiysi, ayiqlar chiqsa qo'rqma, o'zingizni yengil xotirjam tutish kerak. Agar sizga qarab yugursa, keyin ovoz chiqarishingiz kerak ekan. Xudo xohlasa xavfsiz ravishda ayiqlarni ko'rishga harakat qilamiz. Yo'q turibsizlar. Bu video chiqsa deyman, sonra qaytib olgan bo'lamiz. Xafa bo'lgan bolam video. Assalomu alaykum. Biz o'rmonzordan o'tyapmiz. Hozir ko'rsangiz, hamma yoq как будто qanaqadir parlanganga o'xshagan, qanaqadir tutunga o'xshagan kelyapti. Haqiqiy o'rmonning ichidamiz biz. Tog'ga qarab ketyapmiz. Bu bulutlar. Bulutlar darajasiga chiqdik. Nafas olish juda ham yaxshi. Kislorod zo'r. Havo ham zo'r. Biz уже bir 2 kilometr yurib qo'ydik. 2 kilometr. Shunaqa joyi. Tomlalash mumkin. Ko'rsangiz hamma yoq rostanga juda ham parlangan. Hozir tevaga qarab juda ham qattiq chiqib ketyapmiz. Shunga sal hansirab ketyapti. Harakatni bor. Voy biz o'sha bir tomonlama yo'limiz oxiriga yetib keldik. Tupik emas u, shu bitta joydan qaytmoqchimiz. 6 kilometr yurdik. Hozir bitta joy ko'rib, vahim tom ketib qoldi. Sizlarga ham xuddi men ko'rgandek ko'rsatishga harakat qilaman. Ketdi. No kelatuvdim. Aynan no chiqdimda. Oh my god. No qarasam shunaqa ekan. Damn. Tog' uchidamiz biz. Wow. Subhanallah mana. Whoa. Woo. Shu tog'i tevasida turma o'zimga sumkamni bundoq qilib. Universitetimni tugatdim. Qiyinchiliklar ortda qoldi, xudo xohlasa. Faqat shunaqa prirodaga chiqib, meni yaxshilardan o'tiryapmiz. Begacha bir yarim soat yurdik. Faqat tog'lar orasida. Endi shu jim o'tiribmiz shu yerda. Ama hozir eng yomon tevaga chiqib ketyapmiz.
singlimiga. Hozir bu kameralar tog'larga haqiqiy balandligini ko'rsata olmayapti hamda. Qani. Assalomu alaykum hammaga. Biz уже qaytyapmiz. Xudo xohlasa. Keyingi makonimiz g'or, xudo xohlasa g'orga bormoqchimiz. Xulasa aytgan narsam bo'lardiki, iloji boricha sport bilan shug'ullaninglar. Vaqti bo'lganda odam albatta prirodaga kelish kerak ekan. O'rnida quturgan bola, kutolmaydigan bola kutib turibdi. Joshua, I'm describing you as a impatient person. That's fine. I get more stuff done. 4 o'clock, man. Pardon, man. O'sha limitimga tortadi har doim. Davay, tez, kuchliroq, qiyinroq, tezroq deb. Shunga biroq ko'ngil to'q. Alhamdulillah. Biz hozir endi mashina ketyapmiz. Keyingi g'orga borish uchun. Joy ko'chguncha. Tog'dan o'tyapmiz. Bunaqa rucheykalar ham bor ekan. Inshaalloh deydi. Joshua ketdi o'qa qarab. Juda qiyin emas, shunchaki tez pace'da ketyapmiz. Почти 12 kilometrni 2 soatda bosmoqchimiz. 2,5 soat. Shunga tezroq harakat qilyapmiz. Atak. Biroq katta achalang olib bino yuribdi. Qolaman. Полностью belki zaten 12 kilometr, 14 kilometr ekan. Achalar o'shancha yo'l bosib o'tishdi. Katta 80 kirgan patlar. Bizga yo'l berib qo'yishadi. Sen tez yurmaysanmi? Men sen yoshingda bo'lganimda hozir yugurardim deydi. Klasik. Shunaqa gaplar. Assalomu alaykum hammaga. Biz bilan birinchi hiking spotni tugatdik. Ya'ni shu yuradigan joyimizda yurib bo'ldik. 8 mil yurib chiqdik. Yomon emas. Biz yana 8 mil yuramiz bugun. Общий 16 mil, bu где-то 25 kilometr degani. 20-25 kilometr yuramiz inshaalloh. Hozir Joshua bilan men ketyapmiz o'sha qarakda. Endi biz g'orga boramiz. Wow. Yo'llar ham juda ajoyib. Oh, that's Trump right there. Did you see Trump? That's not Trump. He honked at us too. Huh? He honked at us too. Yeah. You hear? Yeah. Biz hozirgina ikinchi joyimizga yetib keldik. Joshua ketyapti, yuguramiz deyapti. Xudo xohlasa biz g'orga qarab ketyapmiz. Inshaalloh. This is joggable, man. Yugurayli deyaradi shor. This is gonna be like slow. It's embarrassing, man. What did this yürü? You're good. Suv tushdi. Xullas, g'orga bordik. O'sha edi ekan g'or. O'sha videoga olish olmasini ochib qoldi. Shu ketyapmiz biz.
eng qiziq joyga kelyapmiz endi. Ozbekdan pastga 2 mayl keyin Sharsharaga boramiz. Sharshara. Joshua, Sharshara ismi nima edi o'sha? What was the name of the waterfall? I don't remember. Evet. Hozir biz o'sha g'ordan keldik. G'orni tugatib keldik. Charchab ketdi. Mana qarang. Nima bu, bro? Nima bu? Wow. Rostam aka tog'larni orasidan ham kelyapmiz. Hozir уже 8+4 kilometr qildik. 4 mayl qildik, ya'ni 12 mayl. 12 mayl bu где-то 20 kilometr degani. 20 kilometr yurib qo'ydik. Xudo xohlasa yana 12-14 kilometr qoldi. Nasib qilsa boramiz. Ancha o'ylanib qolasizda. Men O'zbekistonda yurganimda hech bunaqa ishlarni qilmasdim. Shu eng priroda bilan qo'shilgan, shu prirodani mazza qilib ko'rgan vaqtlarim bu shunchaki parkka borgan vaqtlar. Ferma, uyimizda o'sha Samarqand savxozida fermalar bo'lardi, o'shaga borgan vaqtlarim. Bundan tashqari men O'zbekistonda ko'rmaganman. Men O'zbekistonda oilamiz bilan ancha ko'p chiqmagan bo'laman-da. Bundan tashqari O'zbekistonda unchalik oilamiz bilan ko'p aylanib yurib ko'rmagan ekanman. Albatta qilamiz, Xudo xohlasa O'zbekistonga borib, bilaman Amirsoylar bor, boshqa joylar bor. Albatta borishlik ekan. Miya anchadan olib kelar ekan. Bunaqa narsani ko'rganingizdan keyin kislorod olishingiz ham mumkin. Right here, bro. Where's the spoon for? There's never been a spoon. Why you interrupt me while I was talking, bro? Because my time is more than yours, but it's not ours. It's blonde. Ko'p gapiradi shu vaqt. Lekin zo'r bola ko'rsatamiz. Shunaqa gaplar biz narsa qilyapmiz hozir уже. Oxirgi Sharshara eng chiroyli joyga borishga harakat qilyapmiz. Undan oldin ozgina oyoqlarni yuvib, peshinni o'qib, ozgina oyoqlarga dam berib, moshimiz oyoqlar tamom bo'lgan. Birat haqiqiy shunaqa hayk qilib turadigan bola ekan, ko'p chiqar ekan. Men ko'p chiqmayman. Shunga gaplar. Agar ko'p ishlamagan bo'lsangiz, qisqa qilib aytganda, prirodaga chiqib turing, ya'ni tabiatga chiqib, tabiat qo'ynida yuring. Yurish miyaga ancha kislorod va dam berar ekan. Endi buni o'zingiz ham bilasiz. Juda ham ko'p amerikanlarni ko'rdim hozir o'sha yerda. Yosh, qari, katta, kichik hamma yuribdi. Aslida qarilar yurishibdi. Qoyil deyapman. Hozir ovqat qilishga ham ko'p vaqt yo'q. Shuning uchun bizda faqat snacklar bor. Peanut butter, O'zbekistonda ko'rmagan narsalarimni. Endi men ko'p narsani ko'rmagan bo'laman-da, bo'lmaysizlar. Crackers bu ko'rganmiz. Chipsga o'xshagan narsalar. Banan. Hozir tez olib, keyingi joyga boramiz. Menga tezroq yeb qochish kerak. Mana peanut butter bor. Bu narsada. Narsa. Inshaalloh. Bu o'sha Nutellaga o'xshagan, lekin ancha foydali. Old, you're not that old. Yeah, that's a good one. That's what we do back home, brother. Can you see him? Yeah, look at those butterflies there. Can you take some photos or something? I don't know. It's a better question. Where does it have poison? All over it. It's an oil on its skin, Really? I think. Or its bite. Damn. Okay.
Xullas, zararli chaqa oladigan shunaqa ekan. Sarkanoshga o'xshagan hayvonotcha ekan. Bu yerda ayiqlar bo'lishi mumkin. Xullas biz Shorsharadagi hikingga keldik. 4 mayl bu yoqqa, 4 mayl bu yoqqa yuramiz, xudo xohlasa. 4 mayl deganda gazeta bir 6 kilometr tushuniladi. 6 kilometr yurib, 6 kilometr baqib yurib. Kelamiz to'g'risi. Ozgina qoldi Shorsharagacha. Assalomu alaykum. Shorsharga kelamiz deb voy. Faqat tevaga qarab yuribmiz. Oyoqlarim tamom bo'ldi. Rostdan ko'p yurdim. Neyse 5 mayl, 6 mayl yurib qo'ydim. Shorsharga kelamiz. Evet, botqoq ham botib qolgan oyog'im. Sразу qo'yib bo'lib. Whoa, another. Whoa. Look at this. Oh my God. Are you okay? Yeah. Did you slip? Yeah. No injuries though. Alhamdulillah. Damn, bro. Do I look like a fish? You're gonna start that bye. Hey, be careful. Orqaga qaytish faqat pastli ekan, shuning uchun yo'l g'idir-budir bo'lsa ham, anaqa daraxtlarning ildizlari, toshlar chiqib turgan bo'lsa ham, loy bo'lsa ham, qarang, yugurib ketsa bo'lar ekan. Bu где-то yangi hobbi bo'ldi. Pastga qarab yugurish ancha oson ekan. Alhamdulillah. Ketdik. Assalomu alaykum. Ozgina bitirdik men Joshua bilan. Joshua and me is finished. Was it the hardest? That one? Yeah. Yeah. Among the three. That was the hardest. My God. We thought it was 4 miles. I think it was 6 miles. But we ran on the way back, so we only spent 1 hour. There's water. Everyone wants water. Showing them our nasty trunk. I'm gonna drink some water. Right up there. Showed you already. Hozirgina yurish tugatdik. Bugun kuni bo'yi 32 kilometr yurdik ofitsialni. Plus tevaga qarab yurdik. Oyoqlab shot pishdi ikkalamizniki ham. Bitta Lexingtonda Gasinsa kiramiz inshaalloh. Biz hozirgina o'sha otelga yetib keldik. Endi bu otelimizda Xudo xohlasa ertalab soat 6gacha, 7gacha turamiz. Keyin zavtrak qilib qochamiz bu yerdan. Eng qizig'i yana 2da keldik. Bu degani 4 soat yoki 5 soat uxlab 4 soat yoki 5 soat uxlab olamiz, xolos. Mahkam bo'lishimiz kerak.